Srojniga 3 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. Yunusobod 17-kvartalda joylashgan 3 xonali uyimiz. Orientirimiz esa Sayramchoq loyihasi Havas magazinining yonida. Hamma xonlarimiz alohida. Umumiy maydonimiz ham 78 kvadrat metr. Remontimiz esa sredniy yoki sredniydan pastroq deb aytsak ham bo'ladi. Narxini ham sira aytib ketamiz. Narxini uy egalari 64200 deb aytishyapti. Xo'p, kiruvchimizdan prixoshkamiz keng, chap qo'limizda birinchi zal xonamiz boshlanadi. Bu xonamiz standartniy razmer 3.15 ga 520 metr. Hamma xonalarimizda o'zini holida qolgan, proyektimizda o'zgartirish kirgizilmagan. Bu yerda esa detskiy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 3 metrga 3 metr, yonida esa spalniy xonamiz joylashgan. Bu xonamizning ham razmeri 3 metrga salkam 4 metr. Bu yerda esa kladovkamiz. Xohlasanglar hammomimizni kladovkaga ko'chirib, oshxonamizni kengaytirsanglar bo'ladi. Bu yerda esa mana hojatxonamiz. Bu esa hammomimiz joylashgan. Hamma santexnika ishlarimiz qilingan. Bu yerda esa oshxonamiz. Oshxonamiz ham o'zini joyida qolgan. Bu yerda esa balkonimiz joylashgan. Balkonimiz 2 ga 6 metr, улучшенный planirovka. Etajimiz 5-etajda joylashgan, 5 etajli domimizni narxi keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 64200 deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.